Assalomu alaykum. Mamlakatimizda har yili xalqimizning qadimiy tarixi, boy madaniyati va ezgu qadriyatlarini o'zida yaqqol mujassam etgan Navro'z bayrami eng ardoqli milliy bayram sifatida keng nishonlanib kelinadi. Joriy yilda qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z bosh g'oyasi asosida bayram tadbirlari o'tkazilishi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli hujjatlariga ko'ra, Navro'z umumxalq bayrami tadbirlariga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha ichki ishlar organlari tomonidan tashkiliy, profilaktik, tezkor qidiruv va boshqa chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, respublika hududida jami 200 dan ortiq obyektlarda bayram tadbirlari o'tkazilishi belgilangan. Fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari va harbiy xizmatchilari, shuningdek tibbiyot xodimlari hamda jamoatchilik vakillari safarbar etiladi. Bayram tadbirlari o'tkaziladigan barcha joylarning texnik mustahkamligi, tayyorgarlik darajasi hamkor vazirlik va idoralar bilan mukammal ko'rikdan o'tkazilmoqda. Tadbir o'tkaziladigan obyektlarda 600 dan ortiq nazorat o'tkazish joylari, psixolog xonalari va 140 dan ortiq biohojatxonalar tashkil etiladi. Bayram tadbirlari o'tkaziladigan obyektlar atrofiga video kuzatuv kameralari o'rnatilib, Ichki ishlar vazirligining monitoring va muvofiqlashtirish markaziga integratsiya qilingan. Xalq sayllari o'tkaziladigan joylarning atrof hududlari jismonan, texnik va maxsus vositalar bilan to'liq berkitiladi va kamida 150 metr uzoqlikda avtoturargohlar tashkil etilib nazoratga olinadi. Zaruriy holatlarda ayrim ko'cha va yo'llarda harakatning cheklanishi sababli aylanma yo'llar tashkil etiladi. Xavfsizlik talablariga javob bermaydigan joylarda bayram tadbirlari o'tkazilishiga hamda ushbu joylardagi nosoz attraksionlar va boshqa o'yin qurilmalarining ishlatilishiga yo'l qo'yilmasligi nazoratga olingan va har bir tadbir obyektida mahalliy hokimlik, sog'liqni saqlash va boshqa idora va tashkilotlar vakillarining navbatchiligi tashkil etiladi. Bayram tadbirlari o'tkazilayotgan vaqtda elektroenergiya, gaz, suv, obodonlashtirish va boshqa mutasaddi tashkilotlar har qanday vaziyatga shay holatda bo'lishi hamda tunu kun navbatchiligi tashkil etilishi belgilangan. Shuningdek, bayram munosabati bilan Toshkent shahar hamda respublikamizning barcha yirik shaharlari va tuman markazlarida joylashgan dehqon bozorlari, yirik savdo komplekslari va chakana savdo shoxobchalarida tashkil etilgan maxsus yarmarka savdolari atrofida jamoat tartibini saqlash va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash choralari tashkil etilgan. Aziz yurtdoshlar va yurtimiz mehmonlari, Ichki ishlar vazirligi nomidan barchangizni kirib kelayotgan Navro'z bayrami bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Belgilangan tadbirlarni tinchlik va osoyishtalik bilan yuqori saviyada o'tkazish uchun barchamiz mas'uliyat bilan yondoshaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.